Yozni issiq deb nolishga shoshilmasdan Qo'qondagi akvapark Islandga cho'milgani borish kerak. Nima uchun aynan bu joyni tanlaganman? Chunki suvlari juda ham toza, tozalikka juda katta e'tibor qaratishadi. Mazza qilib cho'milib dam olishga, haqiqiy komfortni his qilishga nima yetsin? Undan tashqari cho'milganingizda qorningiz ochadi va mazali burgerlari, salqin ichimliklari bilan miriqib dam olasiz. Tepadan basseynga sirpanib tushish o'zgacha adrenalin beradi. Boshqa oddiy basseynlardan juda katta qiziqarli farqi aynan shu joyda. Xohlasangiz to'g'ridan pastga yoki aylana turbalardan tushganingizda yoshlikdagi muzlik davri multikidagi sirpanchiq muzli g'orga o'xshatasiz. Xullas 1000 marta eshitgandan bir marta borib ko'rgan yaxshi. Ishoning, siz bunga arziysiz. Har doimgidek deb mijozman. Xohlaganimcha dam olaman, cho'milaman, vaqtim chegaralanmagan. VIP tarifi 100 ming so'm. Ishoning, bergan pulingizga arziydigan joy. Basseyndan chiqib uyga qaytishda pitsa yegim kelib qoldi. Bellissimoga kirib o'tdik. Ishoning, shunaqa salqin, mazza tinch joy ekan. Endi har doim yo'lim tushganda kirib o'taman. Pitsalarning menyusidan go'shtlisini tanladik. Undan tashqari pitsa tayyorlanishini ko'rib ham turasiz. Bu kafening muzqaymoqlari turfa xil ekan. Qulupnayli, bananli, shokoladli, xullas sizga yoqadigani albatta topiladi. Buni orasida pizzamiz pishdi. Shunaqa yumshoq, mazali pitsa yedim. Sizlarga ham tavsiya qilaman. Shunaqa qilib dam olib o'zimizga vaqt ajratdik.